kimyoviy o'g'it hamda preparatlar savdosi bilan bog'liq turli murakkab operatsiyalarni boshqarish uchun ERP tizimidan foydalanish katta afzalliklar taqdim etadi. Logix ERP tizimi kimyo sanoatining turli sohalariga mos tushishi bilan ajralib turadi. O'zbekiston kimyo sanoatida faqat Ifoda Agrokimyo himoya kompaniyasi o'z biznesini Logix ERP tizimi bilan avtomatlashtirishni joriy etdi. Ifoda Agrokimyo himoya 22 yildan buyon O'zbekiston bozorida kimyoviy o'g'itlarning yetakchi ishlab chiqaruvchisi sanaladi. Kompaniya Yevropa retseptlari asosida yuqori sifatli o'simliklarni himoya qilish vositalarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Bugungi kunda zavod yiliga 10 million litrgacha preparatlar ishlab chiqarmoqda. Logix ERP tizimi Ifoda Agrokimyo himoya mas'uliyati cheklangan jamiyati kompaniyasini avtomatlashtirish, pestitsid va dori vositalari savdosining barcha darajalarini, jumladan agronomlardan buyurtmalarni boshqarish, fermerlar bilan shartnomalar, moliyaviy hisobot va boshqaruv hisoblarini integratsiyaga olishni tashkillashtiradi. Logix ERP tizimi bosh ofis va kompaniyaning barcha hududlarida joylashgan filiallarda joriy etilgan. Agronomlar va fermerlar ish jarayonlari Logix CRM moduli bilan soddalashtirilmoqda. Agronom Logix CRM modulidan foydalanib, zarar ko'rgan o'simliklarga qarab kasalliklardan himoya qilish uchun qanday preparat yoki dori zarurligini aniqlay oladi. Agronom kiritgan retsept manziliga eng yaqin joylashgan Ifoda do'koniga tizim orqali jo'natiladi. Fermerlar do'konga borib, retseptda ko'rsatilgan preparat va dori vositalarini sotib olishlari mumkin. Tizim agronomlar va filiallar faoliyatini soddalashtirib, qo'shimcha ishchi kuchlarni ham qisqartirmoqda. Shu tariqa tizim agronomlar tomonidan yuborilgan retseptdan boshlab tovar aylanmasi va moliyaviy tranzaksiya nazoratiga qadar jarayonning butun tizimini nazorat qilish imkonini beradi. Mazkur operatsiyalarning intellektual markazlashtirilgan tizimga integratsiyasi ma'lumotlardan foydalanishni yanada samarali tahlil qilish va biznes jarayonlarini prognozlashtirishni osonlashtiradi. Logix hamkorlikda ishonchli.